Hamma tushunishi uchun aytaman, bugun 6 mart 2026-yil. Bugun shu bayram bo'lib o'tgan 8 martga. Katta qizchani olib kirsam, o'g'ilchani olgani. Aytgani kirgizib yubordim, hech ko'rmadi. Men bekor o'tirmaydim, mana bu narsalarni ko'ray deb qiziqdim. Qiziqib disk plashatka tomoniga o'tsam, mana bu holat. Mana bu seni bilmadim endi bu. Bitta boltda turibdi. Buni endi mana bu bahor kelyapti, endi sezoni kelyapti. O'ynaydi-da bolalar buni. Endi kuzayda o'ynagan bo'lsa hozir, qishda o'ynamagan menimcha. Mana kattalariga kelyapman sekin mana. Kattalaridagi holat endi unisidan ham battar endi. Temiri zanglayotibdi, qirqilib. Как раз bolalar mana shu o'tirib siyqonadigan joyida endi bu. Mana bu yerda tushadigan joyi. Oyog'i nizi mana bu yerda. Endi yillar davomida anaqa chuqur bo'lganda endi bu yerda. Bu baklashkalardan xabarim yo'q endi nimaligi. Mana bu hayinchalik deyarmidi, nimadir deyardi buni. Buni ham shu nimalar yog'ochchalar yetishmayapti. Bitta aka samolyot qatirib qo'ysa bo'ladigan narsada endi. Endi o'zi shu sanoqli narsalar. Mana hayinchaligiga mana shu gap yo'q. Mana deysiz. Pashimnilari ham qolmabdi mana. Qo'yilganiga qancha bo'lganini bilmayman endi. Bog'lab ham qo'yilgan bu uchishmasin deb. Bitta emas, ikkita mana hayinchaga bor ekan. Endi o'zi shuncha katta bu yerda bilmadim, 500 tami 600 ta bola bo'lsa kerak hozir. 2 etajda. Videoning oxirrog'ida ham chiqadi 2 etaj. Bu ikkita hayinchalik, ikkalasi ham unaqa mayib holatda. Endi mana busini bilmadim, bunga ta'rif berib bo'lmadi. Yog'och shu o'ris yog'ochdan qilingan menimcha. Yeyilib ketgan yillar davomida. Endi bundan boshqa plashatkasi yo'q-da bu yerda. Agar bu eskisi deydigan bo'lsa. O'zi hovlisi shu. Men bittagisini bilmadim, lekin bu nima bu? Orqasida hojatxonaga o'tayotgan joy ekan. Mana chiqib ketishda o'sha kirgan joyimni boshqatdan oldim. O'sha ko'rishlaring mumkin 42-maktab O'zbekiston tumanida joylashgan. Endi hamma bog'chada ham e'tibor berish kerak. Nima, qanaqa, holat qanaqa.